Bag'at eline Sevinchbek Rahimberdiyevning xonadoniga tashrif buyurdik. Qizlar, sizlarda şans bor. Gizayorib. Aslında endi balam ağrından bo'lsin deydilar. Ustozim Dilmira Sultonov yanlarına barganman. Chaqirganda kelib bilmas, mahildan Xudo saqlasin. Bir albom bo'lib qoldi desam ham bo'ladi. Olib tashidan joy kelmadimi endi? Ha, birdimni sabr. San'atkor bo'lmaganingizda qaysi sohani tanlagan bo'lar edingiz? Jahongir Otajonov bilan Divona qildi ishmani. Hayırlı media studiyasına öz teşekkürlerimizi aytamiz. Paddeshga desak ko'p bo'lam shu. Paddeshgasi Izzatbek siga. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, aziz musofirdagilar. Bize bugün 100 ko'rsatuvimizin ikinci sonini tasvir olish uchun Bag'at eline Sevinchbek Rahimberdiyevning xonadoniga tashrif buyurdik. Xudo xolasa jon ijoda qo'shiqlarini eshitib, suhbatlarini olamiz. Xudo xolasa like'larni bosib, kuzatib qolarasizlar. Esa ketdik. Hurmatli kuzatuvchilar, biz Sevinchbek Rahimberdiyevning xonadoniga keldik. Esa Sevinchbek, salomlashib berasiz kuzatuvchilar bilan. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, 100 ko'rsatuvining muxlislari. Ag'a ishlaringizni omad tilamiz. Ko'rsatuvlarni ko'rib turibmiz. Zo'r bo'lib turibdi. Bomba desa ham bo'ladi. Asosiysi sizlardan kerak yordam bizani ko'tarishimiz uchun hech bir pul tomonlama emas, faqatgina like, kommentariyaga omad deb yozki seza xudo xohlasa biz sizlardan xursand bo'lamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat tilamiz. Bugungi ko'rsatuv xudo xohlasa eng bir chiroyli bir qiziqarli ko'rsatuvlardan biri bo'ladi deb o'ylaymiz. Sizlar yozgan savollardan o'qidik. Xudo xohlasa hammasini astan javob beramiz. Xudo xohlasa savollarni boshlaymiz. Sevinchbek, tayyormisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Ishlaringizni omadini bersin. Yo'l topishda sal qiynaldik. Birinchi savolga sadom bo'lsak, do'stlar. Sevinchbek Rahimberdiyev, siz o'zingizni bir yandan donishtirib o'tsangiz, kuzatuvchilarimizga nerda tug'ilgansiz, nechta oilada tug'ilgansiz? Endi o'rinli savollardan biri bo'ldi. Nechun desam, meni ko'pchilik Hazarasp elida tug'ilgan deb o'ylaydi. Aslında men Bag'at tumani O'g'izrobod qishlog'i, endi kommuna desa taniydilar. Kommunada tavallud topganman, shuda tug'ilganman, yoshligim kommunada o'tgan. Ana keyin 2019-yilda institutga topshirganmiz, havas bo'lgan, orzu bo'lgan institutga kirganmiz. 5 yil institutda ta'lim oldik. Shu 19-yilda ko'p yutuqlarga erishdik desa ham bo'ladi. Endi biza birinchi qadamlarimiz, birinchi zinaga birinchi qo'ygan qadamimiz bo'lgan 19-yil. Shu ko'p omadli narsalar 19-yilda bo'lgan. Hali u haqida ham gaplashamiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Sevinchbek, siz uylanganmisiz, uylanmaganmisiz? Endi uni ko'pchilik bilsa kerak menimcha. Yo'qdan beri biladigan odam bor, bilmaydigan odam bor. Ava. Uylanmagansiz shunda? Men hali uylanmadim, xudo xolasa. Qizlar, sizlarda shans bor. Endi kech qoldingizlar. Kech qoldim. To'y qachonda? To'y xudo xolasa endi bu yil planlashtirib turibmiz. Ya nasib inshaalloh shu kuzakdan oldin bo'lib qolar. Hammasi Allohdan, xudo xolasa. Xudo xolasa. San'atga qiziqishingiz qachondan boshlangan? Necha yoshdan qiziqib boshlanasiz? Men san'atga qiziqishim o'zi yosh vaqtimdan bo'lgan. Shu 5-klass emas, shu 5-6 yoshlarimdan san'atga qiziqish boshlangan menda. Shu vaqtlari hozir shu bizning o'tirgan yerdagina biydagi xonada oilaviy o'tirib qo'shiq aytib o'tirar edim. Atam ishdan keladilar, qo'shiq ayttirar edilar. Endi kichkinakkina bolamiz, endi qiziqib gaplab boshlagan vaqtlarimiz desa ham bo'lar edi. Keyin og'ir qo'shiq dedilar vaqti, endi nasihat qo'shiqlarni, katta suvoralarni og'ir qo'shiq deb aytilar edi. Atam gelip, "Ma ağır qo'shiq aytib balam" deb tahiya giydirib, pul qistirar edilar. Haligacha yodimdan chiqmaydi shular.
Keyin endi og'ir qo'shiq degan narsani men vaqtda tushunmayapman, bilmayapman. Qo'shiqni Keyin nechik bo'ladi, qarang. Davraga tushgan go'zal, nigohi kuylar g'azal degan qo'shiq bor bilsangiz. Yosh vaqt hitovan qo'shiq. Shu qo'shiq bilan dedim, men yaxshi ko'radim shu qo'shiqni. Shu qo'shiq aytganman shunday deb aytganman. Ya aytganim deb pullarni qistirganlar, pullarni olib, buklab, kiysaverib. Aslında endi balam ağrından bo'lsin deydilar-da. Ağır qo'shiqni ichiga kelmay bilmayman. Endi katta shunday dumalar bir yostiq bo'ladi. Yostiqni olib ko'tarib, yana davraga tushgan go'zalda. Endi og'ir deganda men shuni tushunganman-da shu vaqtda. Og'ir desalar og'ir narsani ko'tarib turib qo'shgan. Asosiy shu qiziqishlarimiz shu 5-6 yosh atroflarimizda boshlangan san'atga qiziqish. Ajoyib. Keyingi savolimiz o'tsak, sen shu sohasida o'qigansiz. Avval. Institutda oliy ma'lum olishsiz. Avval. Ko'pchilikka qiziqdan bu to'y achchaq odam ham o'qiganmi, u odamlar aytadilar, san'at sohasida tushunadi. Albatta. Endi men shu san'at yo'liga kirgan vaqtim o'zim orzu qilganman. Endi biz o'zi ko'pchilik to'g'risini aytaman, meni giyinishimga, yurishimga qarab katta biznesmen oilada dunyoga kelgan deb o'ylaydilar. Men Instagramdan ham ko'p yozganlar uni. Endi shu o'rinda aytib o'tamiz, bizlar bu 100 ko'rsatuvimiz, o'sha narsalarga yechim bo'ladi-da. Bu san'atkorning yurishtirishine qarab baho bergan bilan uni xarakterini-chi, oilaviy ahvolini-chi, shular bilan donishtirib o'tamiz-da biz. Davom ettiring. Shu ish qilib biznesmen oilada dunyoga kelgan deb o'ylaydi ko'p odam. Instagram orqali ham ko'p ish qilib, nima deydi? Pul so'rab yozadilar, unda deb yozadilar, bunda deb yozadilar, yordam so'rab yozganlar bo'ldi, qo'ldan kelgancha. Endi oilasini o'rganib, yordam etib turibmiz. Xudo xohlasa, yana shu loyihani ham yo'lga qo'yamiz degan niyatimiz bor. Endi men oddiy shu o'qituvchilar oilasida tavallud topganman, dunyoga kelganman. O'qituvchilar atamam, enamam, o'qituvchi og'amam, o'qituvchi bo'lganlar hozir ham ishlab turibdilar, o'qituvchi. Oilada necha narsalar, necha aka-uka, opa-singil? Oilada 6 kishi yashaymiz. 4 farzandmiz, 2 qiz, 2 akam bor. Keyin ağam eng kattasi ağam, ben eng kichkinasiman, eng kenja. Oilada. Eng kenja farzand, eng erkak. Eng erkak to'ydi. Shu. Keyingi savolimiz, ustozlaringiz kim bo'lgan? Kimdan o'rgangansiz bu san'at narsani? Yaxshi savollardan biri bo'ldi. Men ustozlarimdim ko'p emas. Nechun desa, meni shu sohaga kirganimda shu qiziqishim 5-6 yoshimdan boshlangan bo'lsa, bu aralıkta musiqa maktablarida yoki da boshqa yerlarda tahsil boshqa yerlarda ta'lim olmaga nima deydi, moddiy taraflama ehtiyojlarimiz bo'lmagan, sharoit bo'lmagan shu vaqtimda. Shuning uchun o'qilmaganman. Lekin eshitib turib shuni o'rganib kelganman, sulhovoy eshitib o'rganib kelganman qo'ldan kelgancha. Shunda deb yurib 5-klassda bir 2 hafta Hazaras tumanida muzikalniy maktabga borganman. Men bu yerdan bir 2 haftaning ichida o'sha hech narsa o'rganmaganman ham. Prosta 2 hafta shunday vaqt o'tgan, aytchaqim kasal bo'lganmiz shu vaqtimda. Keyin nima deydi, bir shu bilan ara ochilib ketgan. Ishqilib qolib ketganmiz. Bundan keyin shu bilan yurib eshitib ish qilib o'rgangandan ustozim bo'lmagan 9-sinfda. Ko'ngildagini ustoz yo'liqtirmagan. Yo'liqtirmaganmiz. Aslida 9-klassda men oliygohga topshirish uchun tayyorlanishim kerak bo'lgan. Musikalniy maktabga borganman 9-klassimda. 11 yillik bo'lgan, 11 yillik o'qiganmiz biz. Bag'at tumanidagi musikalniy maktabda o'qiganmiz. Shuda ustozimiz Yo'ldosh Tojiyov, endi sunnatchi desalar ko'p odamdan edi. Shu insonni qo'lida o'qib ta'lim olganmiz. Shu insondan ko'p narsani o'rganganman desam ham bo'ladi. U shu birinchi ustozimiz shu desak ham bo'ladi. Yana bir ustozim bor. Endi asosiy menga torni
tutishni o'rgatgan o'zimni ko'nglim shuda Azizbek Rajabov og'am men ustozim deb tan olaman u insondan. Nima uchun desa, birinchi navbatda menga shu torni ushlashni o'rgatgan odam shu bo'ladi-da. Ana keyin muzikalniy maktabda Yo'ldosh Tojiyov ustozimizdan tahsil oldik. Undan keyin aytdim-ku ya, 19-yil o'ta omadli bo'lganda. 2019-yilda ustozim Dilmurod Sultonov yollarına borganman. O'zim yaxshi ko'rib, ijodlarni yaxshi ko'rib kelganman shu vaqtgacha ustozimizni. Keyin shu ustozimiz yanında yurib, 5 yil yurdik. Ozmoz ko'p narsalarni ustozimdan o'rgandim desam bo'ladi, Dilmurod Sultonov ustozimdan. To'ylardan yanlarında yurib, to'ylardan qilib, har tomonlama tahsil oldim desam ham bo'ladi. Madaniyat taraflamam tahsil oldim desam bo'ladi. Muomala, gaplash muomala taraflamam, yurish turish taraflamam, san'at taraflamam, ijod taraflamam ish qilib sanasak shu barmoqlarimiz to'ladigan darajada o'rganganmiz ustozimiz o'zidan. Ustozlarning duosini olganmiz, Fotihasini. Endi qiziqli savoldan bir ko'pchilik ustozning duosini olganmi ekan deb so'raydi-da. Duo deganda endi nechik tushunsak bo'ladi. Endi ustozning roziligini olib o'zi alohida ish boshlash. Endi bizda ustoz shogird an'anasi bor-ku, shunchaki ustozning duosini olib o'zi adin ish boshlaydi-da. O'zi alohida ish boshlashak vaqtida shu nechik kor bo'lsa-da qat'iy nazar ustozning duosini roziligini olib ana keyin ish boshlaydi-da. Endi Xorazmda duo olish ayniqsa shu uylangan to'yda bo'ladi. Xudo xolasa bu yil niyat etib turibmiz. Bu yil olamiz kattasini, duosini, kichkinasini olganmiz lekin. Nasib bo'lsa onlarni kiyib, ha. Xudo xolasa. Sevinchbek esa shu yerda bir jonli ijroda qo'shiq eshitsak, ne deysiz? Bo'ldi, Xudo xolasa. Kuzatuvchilarni kutib qoldi-da. Albatta, albatta. Qo'shiq eshitamiz desa do'stlar, eshitib o'zingiz bahosini berasizlar. Qani ketdik. Bahilli gökermez bağı, yüreğinde köktür dağı. Tapılmaz ularını sağlayay, bahilden Xuda saklasın. Tapılmaz alarını sağlayay, namertten Xuda saklasın. Bahil bilen çıksan yola, bir güne düşersen kola. Bahil bilen çıksan yola, bir güne düşersen kola. Satıp yeter seni bir kolay, namertten Xuda saklasın. Satıp yeter seni bir kolay, bahilden Xuda saklasın.
Yaman yaman bahil yaman, bahilden bizlerdir zaman. Kayta kaytaman aytaman, bahilden Huda saklasın. Kayta kaytaman aytaman, namertten Huda saklasın. Hem anda saldım, toyu beyrem destir kaldım. Şunday niyet ata halday, namertten Huda saklasın. Şunday niyet ata halday, bahilden Huda saklasın. Namertten Huda saklasın, bahilden Huda saklasın. Namertten Huda saklasın. Yine dostlar, canlı icrada koşuşlarını eşittik. Xudo xolasa endi savollarni başlaymiz yana. Sevinchbek o'zingiz shu vaqtgacha necha dona avtoriskiy qo'shiqingiz bor endi? Necha qo'shiq yaratdingiz o'zingiz? Meni avtoriskiy qo'shiqlarim endi bir albom bo'lib qoldi desam ham bo'ladi. 10 ga yaqin qo'shiq bo'ldi. Avtoriskiy qo'shiqlarimdan biri. 10 ga yaqin qo'shiq bo'ldi. Yalgan, yalgan, yalgan der. İna ku, mısrınıncı kına ku. Bir kez gördüm neçe perini bir, yüzünde yanadı 91. O'zingizga eng yaqin qaysi birisi endi o'zingiz zo'r nima deydi? Yurakdan bir ijro qilib, yurag'dan bir aytib bersangiz bo'ladi-ku. Ko'ngildan joy olgan. Istirop bilan va'da. Istirop bilan va'da. Endi ularning ham nima deydi? Tarixi qiziqarli bo'lgan, chiqish tarixi. Men shu va'da degan qo'shiqni o'zi bilan klip uchun kredit olganman 10 million so'm. Qo'shiq chiqarish uchun do'stlar, qo'shiq chiqarish ham maqsad gap emas. Ko'plar hofizani ansat, to'yga borib ashula aytib qolib ketadi. Davomida bizning yarasha mashaqqatlari bor. Endi shu vaqtimda men o'zi san'atda edim, ijodni erta boshlab qo'yganman. Yoshroq vaqtim boshlab qo'yganman. Shu vaqtimda 10 million so'm kredit olganmandan shu klip olganmiz va ishqilib yaqinda qutuldik kreditdan demay. Doğru. Endi Sevinchbek shu keyingi masala shu hol olib tashlaydigan joyga kelmadimi endi? Aytmay qo'yarlar, aytmay qo'yarlar. Aytmasak bo'lmaydi endi. Vaqti keldi endi do'stlar. Haqiqatni ochadigan. Alamizmi? Olib tashlaymi? Olib tashlang endi. Yaxshi savollardan tutasiz. Yaxshi savollardan tutyapsiz. Savoli Sevinchbek Donald uchun qo'ygan bu menimcha. Bo'lishi mumkinmi? Nima bo'lasizlar? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirmang do'stlar. Xolis o'zi tug'mami yo haqiqatdan shu tanish uchun qo'yganmiz bu holni? Men bir nima deydi, bu qiziqarli zo'r savollardan biri bo'ldi. Chunki o'zi hozirgi vaqtgacha yana shu 2 yil ichida meni holim omma bo'ldi. Ko'p insonlarni gap so'z bo'lishima sabab hol o'tirdi. Ko'pchilik PR uchun qo'yilgan edi. Uni yurgan bo'lsangiz, omon-omon ko'rsatuvni taklif bo'lganda, shuhrat chiqqan vaqtim, u ham shu hol masala bo'ldi.
Ko'pchilik o'ylaydi PR uchun tez tanilish uchun xol qo'yib qo'yganda bo'ladi. Shu. Endi xol bilan bir odamlar yodinda qolish uchun. Yodinda qolish uchun qo'yib qo'ydi deb o'ylaydilar. Lekin undan emas, men sizga xudo xolasa yosh vaqtimda, bir yoshlik vaqtimda shuga rasmni tashab beraman, shu ekranga chiqarib berasiz. Ekran yuzida qoldiramiz xudo xolasa. Shu vaqtimda mishurimda kichkinakkina bug'doyning xolim bo'lgan mening. Yosh vaqtda o'zi tug'ma bo'lgan. Shu yosh vaqtimdan bo'lgan. Xollari tug'ma ekan. Ko'pchilik PRda bo'ladi, qistirib qo'ydi. O'zi deydi, "Nechun bunday shunday so'zlarni aytishlaridan ham sabab bor." Men sizga aytib o'tsam, biza 2023-yildami, 2022-yildami rasm ketma-ketlikda rasm tuzish moda bo'lgan internetda. Shunchaki video shunchaki moda bo'lgan, shunchaki video joylashtirganman. Instagramga qo'yganman. Instagramda unchalik sho'sh bo'lmagan, lekin YouTube'ga qo'yganimdan keyin shu videoning kommentariyasi bir 10 mingga yaqin kommentariya yig'nadi shu video. Aynan xol tema. Nechun bo'lishi mumkin desangiz, bir rasmda masalan telefonni shu oldi kameraga qarab shunday olsangiz, telefon oldi kamerasi ters tashidi. Buyoqqa qarab qo'ygandan keyin xolni bu yana o'tirib tashidi-da, oldi kamerasi masalan. Sizni ichkisini tushirsam, to'g'ri durg'ayinda turadi. Telefonda bir elde kamerada alıngan rasm bo'lgan, arkadan alıngan rasm bo'lgan. Shunday ketma-ketlikda rasm tuzilgan. Ya muzika bilan ketadi-ku. O'zani ya effekt bilan o'tadi onadi. Bu yana o'tadi astagina bir rasmda. Yana muzika bilan yana bu yana o'tadi xol. Xollarni o'tadi. Eng qiziqarli kommentariyada o'qiganimdan balkim xolni bir tarafga qistirib qo'yarsiz degan kommentariya yozib berishmoqda. Hech qachon yodimdan chiqmaydi. To'g'ri. Ishqilib, ushab ham ko'rganlar holdaga ishonmaysiz. Haqiqatdanmi, nima desa bo'ladi, bu rassom ko'pmi, yo PR uchunmi deb shu ushab ko'rgan odamlar ham bo'lgan holni. Albatta PR emas, bu Allohning ne'mati, Xudoning ne'mati. Endi keyingi savolimiz, siz kimlarning qo'shiqlarini ko'proq tinglaysiz, kimlarga havas qilasiz? Qaysi qo'shiqchilarning qo'shiqlarini ko'proq tinglaysiz? Men Xorazm san'atini ko'proq eshitaman. Shu ustozimiz Og'abek Sobirov, Dilmurat Sultonov va shu Azamat Otajonov shu ustozlarimizning qo'shiqlarini ko'p eshitaman. Nasihat qo'shiqlarini ayniqsa eng katta ma'noga ega qo'shiqlar shu insonlarning ijodida. To'g'ri. O'zim ham ko'pincha shu qo'shiqlarni, shu insonlarning qo'shiqini eshitaman. Albatta. Yoshligimizda eshitib kelganmiz ham bu insonlarning qo'shiqini. To'ylar haqida gaplashsak endi, to'ylarda qaysi qo'shiqlarni ko'proq so'raydilar sizlardan, masalan, hozir trendda qaysi nelar bo'lib turibdi qo'shiqlar? Eng ko'p so'raladigan qo'shiqmi? Talab etadilar-ku, mana qo'shiq aytib bering, hofiz ish qo'shiqdan keyin deb keladilar-ku. Qaysi qo'shiq bo'lib turibdi hozir? Bizani repertuarda Lazgi. Lazgi ko'p ketadi. Bizani repertuarda. Bizlar Xorazmda Lazgi. Endi biz Lazgini shunday darajada bir populyar aytib tuzib ko'pmiz. Ham qiziqarli, ham qizg'in aytib shu darajada zo'r. Nechun desangiz, Lazgidan nega o'tadi ish qilib, Lazgidan yana bir populyar bor. Qachon biz ham uylanamiz, ashunchaki yo'nalishlar ham o'tadi. Bundan chiqib yana Lazgi, yana ish qilib ashunchaki populyar tuzganmiz. Tuzganmiz. Xalqqa dim yaqqan, ham to'ylardan ham videolarni ko'rgan bo'lsangiz, dim zo'r natijada bo'ladi. Ko'p Lazgi so'raydilar bizdan. Hozirgi to'ylarda Jafoiz jonli ijro aytib turibdi san'atkorlarda bo'laysiz. Hozirgi vaqtdami? Hozirgi ko'payib ketdik hozir to'yasi. Shularni hammasi ham jonli ijro aytilmaydi-ku. To'g'risini aytsam, og'a, hozir sun'iy intellekt degan narsa chiqdi. Endi beyanna bilmadim nechik bo'ladi san'atkorlar. Endi san'atkor hali endi ko'payadi san'atkor. Lekin men bilaman, Hazarasibda xizmat qiladigan san'atkorlar bor. O'zi Hazarasibda butun Xorazmda san'at qiladigan ijodkorlar bor. Men Instagramda, internetda kuzatib boraman. Hammasi yaqin og'alarimiz. Ijodini kuzataman, ko'raman. Kamida
to'yda 40% jonli ijro aytiladi. Meni o'zim ham shunday. 40% to'yni 40%i jonli ijro bilan 40-50% jonli ijro bilan o'tadi. 40-50. Aziz do'stlar, shu o'rinda bizani tasvirga tushirib turgan Xayrullo Media katta rahmat aytamiz. Hamda bizani qo'llab-quvvatlab turgan Akbar Avtozapchas magazindan katta rahmatlarimizni aytib qolamiz. Xudo xolasa, endi to'ydagi bir qiziqarli voqealar haqida bir guringlashsak. Aytib To'yda bo'larmi? bir nechik bir sirjani qiziqarli voqealar bo'lib qoladi-ku, kutilmaganda. Aytib bo'larmi ekan ularni? Endi bo'ladi-ku bari. Endi bizada qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan. Endi hammasini ham aytsak vaqt yetmaydi. Shuning uchun birsini aytib beraman sizga. Biza Hazaras Pichoqchi elinde bir to'y olganmiz. Abetda sunnat to'y, kechki to'y, gelin to'y bo'lgan. Abetdagi sunnat to'yni dogovor etganlar, Zafaram to'y egasini uyina borib bir juft muborak to'y aytib, shu yerda ovqatlanib to'yxonaga o'tadigan aytib shunday dogovor etilgan. Dogovor shunday bo'lgan. Endi Hazarasda ko'p odam taniydi. Komiljon Yaqubov insoniychi og'amiz bor, ular ham bizning yollarimizda bo'lgan. Zafar ham bor, doirachi, Zafar ham ko'p odam taniydi. Ishqilib, abetda bir 11larda biza to'yga yetdik, to'y joyina bordik. To'y egasi telefon etib o'zi yaqinlashib qolgan vaqtda telefon urdik. Shuni yo'lni tushuntirib deb. Tushuntirgan shunda yo'lning ustida o'zi mashina turibdi degan. Aşı bizden şu hava. Para verdik. Bir uyda maşinlar durup deken, bir 4-5 tane maşin durup deken. Şimdi şurada boyladık tam bize. Girdik içana. İçana girip tebriklimiz mübarek olsun, toylar mübarek olsun dep. Toy mübarek, toylarınız mübarek dep aytıp durup izinler lezgiler aytıp rakkasak izlerim var oynayıp iş kılıp uyun yegelerem çıkıp oynayıp aytib volkan nere öteri desek bize bargan yer toy joyi bo'lmagan ekan-da u. Bu yerda janoza bo'lmasın. Bize yo'q janoza. Halam janoza bo'lmayapmiz. Yo'q janoza borsangiz bilasiz-ku. Bize qo'shlarni aytgancha shu uyni egasan bizlere bu toy joyi ekanligini aytmagan-da. O'yin yurib ketganlar, o'ynaganlar, netganlar keyin palanka sağamız uyu şuma? Yok, adaştızla bu sel bizden uydan bir 6-7 ötesine ki onu geledi degen. Aşında da bir şekilde be konuşularının uyuna girip koşuk aytıp çıkanmız. Endi ular ham oyagandirdan bir okarayı bergen bolsa bu sonanda xonandalar dedi. Kütülmeyende. Nerede çıkıp gittik-ku, blogerlar barıp sürpriz etib doğan günlerde. En qiziqarli mesele şu bo'lgan. Yana en qiziqarli mesele yoshlikda bo'lgan. Bu haqida men gaplashamiz xudo xolasa. Şu yerda hozir yana bir marta bir jonli ijroda qo'shiq eshitsak, ne deysizlar do'stlar? Yayrab yazar idim yüreklerini, yayrab yazar idim yüreklerini, otlu armanlarım, tileklerini, özüm mercan iti bileklerini, özüm mercan iti bileklerini, hem derdimni tinglesem hem derdimni tinglesem azad etse dilim bar elemlerden, açık istemlerden, açık emlerden, beşaret eylesen esüd demlerden, beşaret eylesen esüd demlerden, hem derdimni tinglesem hem derdimni tinglesem
derdim Misli zerda bir uray dil to'la derdim O'zgalar derdidan kam emas derdim Misli zerda bir uray dil to'la derdim Nolamga tob bermas men degan mardam Nolamga tob bermas men degan mardam Mening ham dardimni tinglasa birov Mening ham dardimni tinglasa birov Nolamga tob bermas men degan mardam Nolamga tob bermas men degan mardam Mening ham dardimni tinglasa birov Mening ham dardimni tinglasa birov Dili aşk etseler nega ko'p yavrum Bemori xastalar nega ko'p yavrum Bağlıp kasteler nega ko'p yavrum Mening ham dardimni tinglasa Nola qilaverma quyosh g'irkin Yoring misoliga quyosh g'irkin Taralgay bir ajib quyosh g'irkin Taralgay bir ajib quyosh g'irkin Mening ham dardimni tinglasa birov Mening ham dardimni tinglasa birov Taralgay bir ajib quyosh g'irkin Taralgay bir ajib quyosh g'irkin Mening ham dardimni tinglasa birov 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 Ey rahmat Qo'piz. Ovoz san'atingiz san'at ko'rsatilsin dedi-ku. Rahmat. To'ylarda endi sastotda eng kerakli instrumentlardan biri qaysi birisi endi bir hofizning yanında bu ne turadigan, podeshiyat turadigan. Endi rul dejasi asosiy. Glavniy. Glavniy shu Kamoljon Ataniyazov davridan tor bilan doira bo'lgan. Hozir ham shu gap rul doirada desak to'g'ri bo'ladi. Doira обязательно bo'ladi. Обязательно. Doirani izini ergashamiz biz. To'g'ri. Sevinchbek, siz shu san'at sohasini tanlab hech bir afsuslanganmisiz shu sohani tanlaganingіз uchun? Menda afsuslanish bo'lmagan. Chunki san'at sohasini o'zim yaxshi ko'rib tanlaganman. Shuning uchun nima deydi? Agarda meni majburlab san'at sohasini girishsalar afsuslangan bo'lar edim. Majburlasalar, lekin o'z qiziqishim bilan yaxshi ko'rib yurganman. Yo'q. Afsuslanmaganman, yaxshi ko'raman san'atni to'g'risi. San'atkor bo'lmaganingizda qaysi sohani tanlagan bo'lar edingiz? San'at sohasini tanlamang, misol uchun boshqa bir yana bir qiziqish, yoshlikda orzu etadi-ku ko'pchilik, men falon kasb tanlayman. Menimcha san'atkor bo'lmasam bir nima desam bo'ladi? Biologik biologik emas, men unchalik qiziqmayman biologik. Jismoniy tarbiya desa ham bo'ladi, sport. Sport sohasidan ketgan bo'lar edi. Agarda san'at yo'lidan ketmaganimda, yo'q, nima savol berdingiz?
San'atkor bo'lmaganimda qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? Agarda san'atkor bo'lmaganimda, menimcha shu sport sohasidan ketgan bo'lar edim. Sport sohasidan, Yo'q. ajoyib. Endi yana bir qiziqlini, ko'pchilikka qiziq, kuzatuvchilarga qiziq. Qani? To'ylar chiqish dogovori necha so'm bo'lib turibdi hozirgi kunda? Именно hozirgi vaqtda. Bir gelin to'yini so'rab beradigan bo'lsangiz. Dogovormi? Endi aytish shartmi uni? Shart yaxshi, misol uchun hamma qiziqib yurib o'tiribdi hozirda. Aytib beraring. Yo'q, premiumni o'rtacha narxini aytaring, deydi va bilamiz har kim bu sharoitga qarab boradi, kelishib. Bu to'g'ri tushunasizlar. Hozir o'rtacha yurib turgan. O'rtacha yurib turgan 4,5 million so'm. 5 million so'm. Ava. Lekin shunday oilalar chiqdi bizlara o'zlarimiz muxlislarimiz qiynalgan oilalar bizlarning to'yimiz sharoitimiz shunday darajada. Lekin siz aytib turgan summani berib bilamiz, sharoitimiz shunday darajada iltimos etib so'rab bering degan insonlarningini shu sharoitidan kelib chiqqan holda so'rab berganmiz va hozir ham shu narsa davom etib turibdi. Lekin desa faqatgina pul emas, oxiratni o'ylash kerak, savob albatta biza ertang har bir topgan narsalarimizga javob berish kerak. Keyingi savolimiz Instagram sahifasida aktivsiz bilamiz. Instagramda hozir SMMchik, mobilograf degan sohalar nelar ko'payib ketdi sizda. Yaningizda shu videolarni olib berib beradigan mobilografmi bormi? Ukalarimiz bor. Albatta hozirgi vaqtda internet orqali nima desak bo'ladi. Bizning reklamalarimiz qo'llarimizda bo'lib qoldi shu telefonda. Har kimning reklamasi zamon rivojlanishi shu telefon o'zining qo'lida. Shuning uchun biza SMMchik, endi SMMchik degani ko'p odam tushunmasligi mumkin. SMMchik degan bir telefonga kadr kamera olib, montaj etib, internetga joylashtiradigan odam bo'ladi. Bizani shu yo'llarimizga ko'p yordam berib turadi. Men ustozim Dilmurod Sultonovning yonindam. Bu ukamiz Bekzodbek ustozimiz yonidan bekor vaqtda meni yonimda yarib SMMchilik etib, meni videolarimni montaj etib berib, chiroyli kачество o'ynatib uzatib beradi. Qolaversa yana boshqa ukalarimiz ham bor. SMMchilik sohasida yurgan ko'p yordam berib turgan hamma ukalarimga dushi rahmat, sog' bo'lasizlar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Albatta. Keyingi savolimiz shunda xudo xolasa. San'atdan, to'ylardan bo'sh vaqtinda nima ishlar bilan shug'ullanasiz bo'sh vaqtlaringizda? Bir hobbingiz bormi san'atdan tashqari? San'atdan tashqari o'qish bilan shug'ullanaman. Shunday desa, men shu san'at bilan birgalikda o'qishni olib boraman deb niyat etganman. Bezatbekga. Bo'sh vaqt. Men yosh vaqtimizda orzu qilganman. San'at bilan birgalikda o'qishimni bir olib boraman deb, ikkisidan olib boraman deb, qo'ldan kelgancha o'qishga harakat etib turibmiz. Ish qilib, qisqacha qilib aytganda san'atdan bo'sh vaqtda o'qish bilan shug'ullanaman. Ko'p vaqtim til o'rganish bilan o'tadi. Hozirda turk tilini o'rganib turibmiz, xudo xolasa. Turk tili kerak lekin. Обязательно. Kim bo'li san'atkor odamga turk tili kerak bo'ladi. Albatta, albatta. Keyingi savolimiz biz san'at sohasidan, bu to'ylardan tashqari bir dohodingiz bormi? Biznesmi, boshqa narsami, tadbirkorchilikmi? San'atdan tashqarimi? San'atdan tashqari yo'q, lekin aytganimdek, meni biznesmenning o'g'li, biznesmenning farzandlari deb o'ylaydilar. Ko'p odam shu bizneslar bor deb o'ylaydi, lekin unday emas. Biza shu oddiy aytganimdek, o'qituvchilar, san'atkorlar oilasidamiz. Daromad shu davlatdan oylik. Aylik kutib, lekin hozirgi vaqtda endi to'ylar bilan daromad kirib turibdi. To'y tomonlama desak ham bo'ladi. Shu vaqtgacha o'qituvchilik, ota-onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Bizani shu san'atimiz uchun qo'ldan kelgan yordam etgan, lekin bu san'atimiz albatta san'at uchun katta darajada summa pul kerak. Buni yetkazishni iloji yo'q. Aytganingizdek, bu biznesmenning balasi olsa yetkazishlari mumkin. Oddiy o'qituvchining balasi bo'lgandan keyin
qarz olganmiz, doğrusunu aytish kerak. Qarz olib, qo'shiq chiqarib, klip ishlaganmiz. Qiyinchiliklari, mashaqqatlari bo'ladi. Shu endi bu pul berib turish tomonlama ham yordam bergan qarindoshlar, hammasine rahmat aytib qolaman. Uchun desak, vam biza uchun bir katta yordam bo'lgan. Sevinchbek, siz Xorazmda eng numeradan bo'lib turgan san'atkor Jahongir Otajonov bilan bir rayonda tug'ilgansiz. Adashmasam Jahongir Otajonov ham Xorazm viloyati Bog'ot tumanida tug'ilganlar. Shu Jahongir Otajonov bilan ham ko'rganmiz, Instagramda ko'p ko'rdik. Birga xizmatda bo'lgansizlar. Jahongir Otajonov Instagramdagi yurish-turishi bilan hayotdagi yurish-turishi nechik muomalasi, xarakteri siz bilasiz-ku, endi birga to'y solgansiz, gaplashgansiz. Albatta, endi men avvalo shu buyuk ustozlarimiz Jahongir Otajonov yanada endi buyuk ustoz deganda eng avvalo shu Ortiq Otajonov ustozimiz ko'z oldimizga keladi. Shu insonni yurtimda tavallud topganimdan men faxrlanaman. Shunday insonlarni yurtimda tavallud topganimdan. Bog'otdan ham ko'p buyuk san'atkorlar chiqqan. Albatta. Endi Jahongir Otajonovga kelsak, bu inson Instagramda, doğrusu men Instagramda videolarni ko'rib, men u insonni taniyman. U xarakteri bilan. Nechun desa, endi taniyman deganda o'ta 90 gradus o'zgaradi Instagramda. Bu inson. Instagramda boshqacha. Hayotda o'ta biz samimiy inson desa ham bo'ladi. Ortiqcha gap so'z gaplamaydigan inson. Yana ko'p suhbatlarni olganmiz, gaplashganmiz, ish qilib kibrsiz inson desa ham bo'ladi. Biz masalan toza chiqib yotimiz, siyosat berib o'tirsa bo'ladi u insonlar. O'shin desa butun O'zbekiston tanigan san'atkor, lekin unda emas uka deb maslahatlar berib o'tirgan yerda mashinchiki inson. Lekin Instagramda birinchi navbatda aktiv uchun noto'g'ri tushunmaysizlar, aktiv uchun shu ishlarni qiladilar. Bu narsa hamma Mamat bilmaydi, o'zina yarashadigan insonlar aytib biladi. Siz bilan ma'ni yarashmaydi. O'zini gelishtiradigan odamlar bor do'stlar. Endi Instagramda yana kimlar bor? Qaysi san'atkorlardan, hayotdan shu görünüşdə Instagramdan shunday görünüşdə yuradiganlardan bir mashhur insonlardan, san'atkorlardan kimlar? Men Xorazm san'atidan ko'p insonlarni taniyman. Men ham yaxshi taniydilar. Men eng yaqin biladiganlarim ko'p endi san'atkorlar. Instagramdan ichik, hayotdan ichik inson bo'lishini men bilaman. Birinchi navbatda ustozim Dilmurat Sultonov. Hayotdan ichik inson bo'lsalar, Instagramdan shundaylar. Birovni men yana ustozimning yanında 6 yildan yurdim. 6 yil ichida birovni arkasından gaplaganlarni, birovni g'iybat etganlarni eshitmayapman. Birovga hasad etganlarni ko'rmayapman. Shu insonlar masalan shu ustozimiz hayotda shunchalik inson, Instagramdan shunday inson. Hayotdan ichik bo'lsalar Instagramdan shunday ko'rinadi. Albatta. Yana Hilala Bobojonova, men bu do'stimiz haqida gaplamasam bo'lmaydi. Hilala Bobojonova, bu Hilala Bobojonova hayotda nechik inson bo'lsa, Instagramdan shunday samimiy qiz, nodisi o'zini iboh hayoli aytib ko'rsatishga harakat etmaydi. Sho'x qiz, doğrusunu aytish kerak, sho'x qiz. Hayotdan shunday. Hayotdan ichik bo'lsa Instagramdan shunday. Ana keyin yana shunday ayol san'atkor Shahla Salayeva, u inson ham shunday. Hayotdan ichik bo'lsa Instagramdan shunday. Bunyod Sadiqov og'amiz bor. Men og'amni ko'p vaqtdan beri taniyman. Og'am ham shunday. Bunyod Sadiqovimiz albatta taniyman, ishlashganmiz birga. Hayotdan ichik inson bo'lsalar, Instagramdan shunday. Birovni ko'nglini og'ritadigan xarakteri yo'q og'amda. Samimiy inson, oddiy. Biza desa ham bo'ladi. Oddiy inson og'am, sog' bo'lsin. Shu o'rinda yana bir savolim bor, Sevinchbek. Ustozimiz Dilmurat Sultonov sizni nechik poddeshkalar qilganlar, nechik vaziyatlarda yordam berganlar, sizga yordam etib to'ylar o'tkazganmilar, nechik nelar bo'lgan yordamlari sizga katta yordam qilganlar nechik? Ustozimni ko'p qo'llab-quvvatlashlari endi poddeshka desak ko'p odam tushadi. Poddeshkasi ijod tomonlama mana ko'p poddeshka etganlar. Bir chalib 3-4 tona qo'shiq
Shunday mana podarka qilganlar o'zlarining ijodlaridan. O'zlarining ijodlaridan Voy, tayyor qo'shiqni yaratilgan qo'shiqni shu borib ovozda tushadigan qo'shiqni menga hadya qilganlar. Ustoz umrlari uzoq bo'lsin. Men Alloh sog' bo'lsin. shu ustozimni shogird deb bo'lganimdan faxrlanaman to'g'risi. Katta rahmat aytamiz Dilmurod Sultonov ham. Albatta umrlari uzoq bo'lsin. Jonlari sog' bo'lsin. Meni kimga aytay do'stlarim, divona qildi ishq meni, safora qildi yuragim, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Safora qildi yuragim, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Tun geceler dağda eylasam, her dem seni yad eylasam. Tun geceler dağda eylasam, her dem seni yad eylasam. Işkında feryad eylasam ey, divana qildi ishq meni, divana qildi ishq meni. Ishqinda feryad eylasam ey, divana qildi ishq meni, divana qildi ishq meni. Şam-ı seher giryan bulay, yolingda sargardon bulay. Şam-ı seher giryan bulay, yolingda sargardon bulay. Ahir sana kurban bulay, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Ahir sana kurban bulay, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. İşq aliga hamdam bo'lay, haq yo'liga muhkam bo'lay. Haq yo'liga maram bo'lay, divona qildi ishq meni. Meşrep gelsin lütfü kerem, ve de şerabi dembeden. Meşrep gelsin
ishqmani sohibim kalam devona qildi ishqmani devona qildi ishqmani meni kimga aytay do'stlarim devona qildi ishqmani sapora qildi yuragim devona qildi ishqmani devona qildi ishqmani sapora qildi ishqmani devona qildi ishqmani Şu joyda indi bir savollarimizni yakunlasak-dan bizlarga ko'rsatuvimiz haqida bir fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Ko'rsatuv gap yo'q. Men o'zi birinchi soni chiqqan vaqtda ko'rdim boshini oxirigacha. Shunda qiziqdim. Asing ko'rganimdan keyin sizdan taklif tushdi. Taklif bo'lsin. Endi ozmas kutmadim. Ozmas kutgan edim. Lekin taklif bo'ladi deb o'ylamagan edim. Taklif bo'ldi, qatnashib turibmiz 100% ko'rsatuvda 100% yurishib turibmiz muxlislar bilan, siz bilan. Esa do'stlar, ko'rsatuvimizni nihoyat yakunlab bordi. Like'larni bosasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa, Shoh Pro YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa, bizlarni yaqindan tasvir olib turgan Xayrullo Media studiyasiga o'z tashakkurlarimizni aytamiz. İlk yerda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz to'y marosimlari uchun. Yana hamkorimiz Ekber Avto Zapchas magazinidan o'z tashakkurimizni aytib qolamiz. Sifatli va arzon zapchaslar shu yerda bo'ladi. Esa Sevinchbek, siz ham katta rahmat. Rahmat. Yedirganingizga rozi bo'lasiz. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Rahmat katta. Rahmat siz ham shu bizani hurmat etib, bizani shu ko'rsatuvga loyiq ko'rganingiz uchun avvalo ishlaringiz omadini bersin. Ilohim shu butun dunyo taniydigan san'atkorlar bilan intervyu olish darajasini erishsin. Omad tilaymiz. Esa sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Musofirdagilar, sizlar ham sog' bo'linglar. Haddishi. Like'larni ayamiz. Seni o'zing bir yon, meni o'zim bir yon. Seni o'zing bir yon, meni o'zim bir yon. İşimda yalan bo'ldim, izledim yana yana, izledim yana yana. Oyna, ala göz yanalar, oyna oyna, kara gözüm uyanlar, oyna oyna, ala göz yanalar, oyna oyna, kara gözüm uyanlar.
Ala göz boy boy boy, kana göz boy boy.